Yangi yilingiz bilan Qorbobo bugun Shakman obzor qiladi. Yangi yil uchun sizlarga yangi elektrofurgon skidkada. Nimaga deysizmi? Elektromobillar O'zbekistonda ham savdosi juda ham kuchayib ketdi. Shu uchun ham gruzovoylarni sizlarga Roadstar Trans taklif etadi. Shakman zavodiga mansub 6 tonnali elektro gruzovoy. Bitta zaryad bilan 300 kilometr yurasiz. Batareyasi, motori va zadni mostiga 5 yil 300 ming kilometr garantiya. 21 kublik kuzov. Ko'rib turganlaringizdek, uyda zaryadga qo'ysangiz 4 soatdan 6 soatgacha to'ladi va 50 ming so'mlik tok rasxod qiladi. Batareyasi 100 kilovatli. Bundan tashqari воздушный tormozlari uchun mana расширительный bachoklari hamda kompressorlari mavjud. Hech qanday pervonlarda to'xtashda qiynalmaysiz. Shakman texnikalari bir necha yillardan buyon Roadstar Trans kompaniyasining o'zgacha o'zgarishlari bilan xalqqa xizmat qilib kelmoqda. Shunday ekan, ushbu elektrofurgon ham 5 yil 300 ming kilometr garantiyasi bilan sizga yoqadi degan umiddamiz. Tashrif buyuring. Buxoroda, Toshkentda tayyorlari bor. Bizda podpiska bo'lib qo'yishni unutmang. Keling endi ichlarini obzor qilishga o'tamiz. Qarang dizaynni, chiroyligini. Bay. Yo, men jo'rajomun konditsionerni yoqib obzor qilaman. Erib ketyapman-ku issiqda. Avtomat korobka ekan. Juda ham zo'r. Mana shayba. Sport rejimlari bor ekan, buni qarang. Bay. Tormozlari воздушный ekan. Gap yo'q. Kompressorlari bor. Aynan воздушный tormozlari uchun kompressorlar o'rnatilgan. Barchasi elektronli. Qorbobo kelib endi bu mashinaga skidka beradi. Voh. Juda ham zo'r ko'tar ekan. Sport rejimda. Shahar ichida ham juda qulay. Multirul, gidravlika rullari, konditsionerchasi chotki ishlab turibdi. Mana monitorda xohlasak fleshka yoki sim karta o'rnatib mana bu yerlardan boshqarishimiz mumkin. Pechka ham bor. Shofyordan tashqari yana ikkita o'rindiq mavjud. Zamon talabiga mos 5 yil garantiyali elektrofurgon Shakman zavodidan Roadstar Transdan xarid qilishingiz mumkin. Pastdagi raqamlarga murojaat qiling, tashrif buyuring, test drive tekin. Kuzatishda davom eting. Yangi yildan keyin eng zo'r yangiliklar Roadstar Transda bo'ladi. Podpiska bosib qo'yishni unutmang. Muborak bo'lsin. Kelinglar bayram qilamiz.